Arifa Komolova va Ozodli Xodirova. Bizning loyihamiz xona haroratini monitor qilishga yordam beradi. Xo'p, biz bu yerda ishlatgan narsalarimiz, xo'p, bizda bu yerda BMP280 temperatura sensori, aynan bu sensor orqali biz xona temperaturasini o'lchashimiz mumkin va bunda o'lchangan narsani biz ASP32 yordamida o'qib olamiz va bu yerda bizda xo'p, aynan sensor orqali, ya'ni temperaturani o'qiganimiz mana bu yerda chiqadi. Biz platform IO yordamida va aynan C kod yozganmiz. Bu yerda ASP32 uchun ASP32 da yozgan kodimiz va bizda bu yerda xona harorati chiqyapti. Xona harorati va bizda bosim ham o'lchanadi. Xo'p, endi aynan bu kelgan ma'lumotni endi HTTP orqali serverimizga jo'natamiz. Serverimizdan keyin serverdan kelgan ma'lumotni Django yordamida aynan interfeys tuzib, veb sahifa tuzib, uni veb-sayt ko'rinishida bu ma'lumotlarni ekranga chiqarsak bo'ladi. Hop, bu yerda ekranimizda aynan bu yerda Pythonda yozgan kodimiz. Hop, undan keyin bu yerda veb sahifamiz. Hop, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Aynan xona harorati ko'rsatilgan. Hozir 31 gradus va endi biz temperaturani minimum va maksimum qiymatlarini belgilashimiz mumkin. Aytaylik, bu yerda hozir 25 dan 30 gacha. Agar temperaturamiz shu oraliqda bo'ladigan bo'lsa, normal bo'ladi. Agar undan kamroq va balandroq bo'lsa, bizda juda ham issiq degan ma'lumot yuboriladi. Aytaylik, endi biz buni o'zgartiradigan bo'lsak, 25 dan 35 gacha bo'lsa, xo'p, endi bu shu oraliqqa tushgani uchun 31 gradus normal bo'lib chiqdi va bizda aynan tugmamizning rangi qizildan yashilga o'zgardi.